Homiladorlik yaxshi o'tishi uchun kerakli maslahatlar. Birinchisi, ayollarimiz rejimga, uyqu va ovqatlanish rejimiga rioya qilishlari kerak. Kuniga 9-10 soatlik uyqu, soat 10:00 dan 6:00 gacha bo'lgan vaqtda uyqu va ovqatlanish rejimiga oqsilga boy mahsulotlarni yeyishlari kerak va kechqurun yotishdan oldin ko'p ovqat yeyishlari kerak emas. Ikkinchisi esa kuniga 2 litrdan kam bo'lmagan miqdorda suv ichishlari kerak. Uchinchisi esa ginekolog tavsiyasiga binoan kerakli vitaminlarni va magniy preparatlarini o'z vaqtida iste'mol qilishlari, ichishlari kerak. To'rtinchisi, toza havoda doim iloji boricha ko'proq sayr qilishlari kerak va beshinchisi, eng asosiysi esa homilador ayolni oila a'zolari, turmush o'rtog'i avaylab, asrab, qo'llab-quvvatlashlari kerak. Sanab o'tganlarimdan qaysi biriga siz amal qilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.